Diqqat aholiga tezkor xabar. Dam olish kunlari O'zbekistonning qaysi viloyatlarida kuchli yog'ingarchiliklar bo'lishi e'lon qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Dam olish kunlari respublika hududining katta qismida yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida va Navoiy viloyati shimolida yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyati janubida asosan yomg'ir, 2 va 3 may kunlari esa faqat ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda shanba va yakshanba kuni vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduz kunlari 22-24 daraja bo'ladi. 2 may kuni shamol tezligi sekundiga 10-12 metr sekund tezlikda bo'ladi. Kunduz kunlari ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilish ehtimoli bor, deyiladi xabarda.